Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, o'tgan darsda biz xotin-qiz jinnisida bo'lgan predmetlarga nechak etib indashirga, nechak etib bu deb aytirga o'rgangan edik. Odatda narsa deydik hali hadihi deb qo'llaniladi. Hadihi deydik. Hadihi xotin-qiz jinnisida bo'lgan predmetlarga arab tilida biz indashamiz nechak deb hadihi bu deb. Ayratlarga nechak esga tushirgani aldagi darslarni hada bu deb. Shulay bit. Biz aldık nechak olarini ayırırga qo'yam bilarga qaysi so'z xotin-qiz jinnisina, qaysini irat jinnisina. Ham shulay so'rov berganda o'rgangan edik biz. Nechak etib masalan, bir predmet turunda so'rasabыз kelsa, nechak etib so'raygali? Ma hada narsa bu deb. Irat jinnisina shulay bit. Ma hada narsa bu deb. Ham shulay oldik. Xotin-qiz jinnisida bo'lsa, ma hadihi deb so'rarga. Ma hadihi narsa bu deb. Mana bugungi 7-darsda kitobni qarasak, unda endi biz tanishirmiz kishiga qarata aqli bo'lgan narsalarga, kishilarga murojaat etadi. Ham nechak etib bular bitinma predmetlarga aqli bo'lmagan narsalarga murojaat etib so'rov beraylik. Ma hada narsa bu deb. Narsa shulay. Nechak so'ng arab tilida mana kishiga qarata aqli bo'lgan kishilarga nechak etib so'rov bergan. Narsa bu deb berib bo'lmaydi, shulay bit. Arab tilida kim bu deb so'rov berasiz kelsa, manni qo'llanamiz. Man. Kim? Kim? Demak, nechak beriladi so'rov? Man hada? Kim bu? Man hada? Kim bu? Agarda xotin-qiz turida so'raymiz ekan, bir xotin-qiz kirdi deb shulay nechak etib kim bu deb so'raymiz? Man hadihi. Man hadihi. Kitobga qarasak, shu 7-darsda anda kelgan eng birinchi so'rov beradi. Man hadihi deb. Ham javob beradi nechak etib? Hadihi Amina. Bu Amina deb. Ham ikkinchini qaraygali. Munsini endi angladik, shulay bit. Bularni endi biz o'tgan qaboqlab bo'ldi. Ha qaraymiz. Qaramiz. Wa man tilka deb keladi, shulay bit. 3-yilda akimu tugunda deb. Aytagizlar, esga tushirgani biz mana bu deb yaqinda bo'lgan predmetga ko'rsatamiz arab tilida. Hada deb. Ham biz shulay qoldik. Yiroqdagi predmetni ko'rsatasiz kelsa, zalika deb shulay bit. Zalika. Ikkisi da bu degan ma'noda, ammo endi bizning tatar tilida yiroqdagiga tugunda deb so'raylar, shulay bit. Tugunda narsa u. Bu narsa u. Bu tatar tilida zalika tugunda shekilli. Ammo turdan-turga arab tilidan tarjima etsam, bu da bunisi da bu. Bu degani yaqin bo'lgan predmetga murojaat etadilar. Bu taqta deb. Iroqda taqta bo'lsa, bu taqta nimalar endi? Tugunda taqta, ana tugundagi taqtada, shulay bit, yoki tugundagi shkafda, masalan. Bunda shkafda. Bu shkaf. Sen bu shkafdan oldingiz, shulay bit. Tugunda Iroqdagi shkaf bo'lsa, biz aytamiz tugundagi shkafdan. Arab tilida shu aytilar bu hada deb, Iroqdagisini zalika deb. Bular ikkisida irat jinnisida bo'lgan predmetlar bor. Shulay kishilarga da irat jinnisida bo'lgan kishilarga da narsa bu deb hada zalika deb. Hozir mana bu 7-darsda biz tanishamiz Iroqdagi xotin-qiz jinnisida bo'lgan predmetlarga nechak indashirga so'ng. Biz aytdik, xotin-qizga indashirlar hadihi deb. Shulay bit, bu xotin-qiz bo'lgan predmetlar bor. Nechak so'mni Iroqdagisi? Iroqda bo'lgan predmetlarga nechak biz indashamiz? Tilka.
Manda kitapqa qarayga aytaqsizlar. Va man tilka deydi. Atiganda kim oldu? Tilka Fatima. Atiganda deydi Fatima. Yani bundaqisi so'radi. Man hadi? Kim bu yaqinda? O cevap berdi. Hadi Amina. Bu Amina deydi. So'ray, atiganda mana yiroqdagisi ansi kim deydi? Tilka Fatima. Ansi endi Amina tugul, kim deydi? Fatima. Fatima deydi. Hozir endi so'zlar bilan misollar keltirib qaramiz. Hadihi tabiba. Bu deydi tabib. Biz o'tgan darsga tushirgani tabib bo'lsa, agarda tabib yoki tabibun ikisida deymiz. Biz aytamiz nishib hada tabibun. Bu tabib deb shunday. Agarda u tabib xotin qiz ekan, nishib deb aytamiz? Hadihi deb aytamiz, shunday. Hadihi qanday deb yoziladi? Tabiba. Narsasizlar? Tabib. Temarrut istələr. Temarrut'u kursata xotin qiz jinsi. Shunday. Hadihi tabiba. Hamda da kitobga qaraylik. Hadihi tabiba de bu yaqinda turganidir. Tabibdi. Xotin qiz jinsidan chunki temarrut qarshılaydi. Va tilka mumarrida. Mumarrida kim? Shafqat tutashqlar, medсестра ruschaysa endi. Atigindagisi de tabib tugulini, vrach tugul, shafqat tutashi, medсестра de. Hadihi minal hindi oldi. Qayamdi? Indiyadandi. Minal hind min narsalar Indiyadan an qiladi. Atigindagisi de va min tilka de yiroqdagisi qayamdi? Yaban. Yaponiyadan de. Amali sifatli da. Hadihi oldi. Bu yaqindagisi de. Tawila, yani şu Burashindi. Uzun deb tawil. Olg'ani bitali tawil, uzun deb tawil. Shunday. Ammo xotin qiz jinsini bo'lash bunda kitobga qaraylik. Temarrutda qo'yilgan shunday. Tawilatun. Budi, ya'ni bu burash uzun. Va tilka atigisi yiroqdagisi qosira, temanak bo'yladi. Hozir endi mana bunisini kitobda sizga anlatdi-da, anlari kuchni ayirish uchun irod jinsini. Man hadi? Kim bu dey? Bu dey Hamidun dey. Bunda misollarni biz o'tgan darslarda endi qaragandik. Shulay, bu kim dey? Bu Hamid dey. Va man zalika atigindagisi kim dey? Iroqda dey. Zalika Iroqda atigida dey Ali dey. Mana bu darsda ayirga ilatan narsani nishig etib yaqin orani ham yiroq orani durust etib aytilgan. Shuni olib qaytamiz. Agarda irod jinsida yoki irod kishiga irod jinsidagi predmetga yoki irod kishisini biz aytamiz ekan, bu yaqinda biz hal qo'llanamiz. Agarda u predmet irod jinsidan ekan, irod ekan biz aytamiz zalika tigindagi yiroqqa. Xotin qizini endi hadihi bu yiroqda endi tilka. Hamda ayrı ayırdı. Men hadihi şuay zalika ham tilka. Hazır elimde bunda sırayla bir gayrete. Tilka dajjajatun Qarab. Bizim tatar tilinde de var o. Arap tilinde de Tatarşada Demek derslerim havatlım Tatar bulunun faydası bir көп. Arap tilini öğrenmede bir көп jingillikler biri. Tilka dajjajadi amratiginde Iroqda oldu. Tavukmadı. Tiginde tavuk mu oldu? Sırav biri. Tilka dajjaja. Dajjaja nersa ol bizne?
Tavuk, şulay bit. Hem bu sırau bire, tiginde Irak'ta yüzüp yürüdü kulde tilke decece. Eğer de turdan tura tercüme ederiz ki Arap diline bu tavuk madı sırau birine. Ama bitin Tatar tilinde de Irak'ta bu anaylıga bu tavuk madı bir miymiş şulay bit. Anatiginde dip soruyor şulay bit. Anatiginde kulde yüzüp yürüdü. Ya ki anatiginde tavuk kulde yüzmüyor şulay bit. Nanda yüzüp şey cevabı ikinci. Şuna göre. Etiginde Irak'ta nerede tavuk yürüyüm ağlarda, kaz yürüyüm ağlarda. Yani tilke diyoruz. Niye işin? Çünkü tavuk hatın kıcınısından. Şulay bit. Şankıramda kullanılan tilke decece etiginde tavuk mu diyor. Hem cevap derse de la yok de kurmuşsun mu la de. Derse de ha tilke batta. Etiginde bit o. Urdek de batta. Batta. Batta nerse? Urdek. Batta. Etiginde de urdek de. Batta. Etiginde de urdek. Urdek indi bizden temarbutu bile. Temarbutu nerse değil de hatın kıcınısından kursettir. Şuna da biz ama tilke deyip deşeriz. Gittik ikinci bitini aşağımız. Sırau biriyle bizim ne nerse deyip eğer de akıllı zat iken kişilerge biriyle men bilir. Şulay bit. Men. Yanında yazıp koygalı istatursun için men. Eğer de predmetlerin işik biriyle ne. Şulay bit. Nasıl predmetlarga akılsız nerselerge biriyle nasıl indi men deyip sırau biriyle men kim deyip akıllı bulan kişilerge nasıl nerse deyip predmetlarga sırau biriyle. Ne tilke? Nerse oldu günde değil? Tilkeli beyda. Nerse oldu beyda? Yumurka. Şulay bitti günde nerse oldu gerekti. Ne tilke? Nerse oldu günde gerekti. Tilke beyda. Günde ol nerse değil? Yumurka değil. Gittik. Hâzihi seyyâratun lil müderrisi. Bu maşinadı okutuşuna ki mudaf ileyhini anlatmadınız mı? Bu şekilde принадлежность olabilir, hocasın gösterdi. Bu maşinadı okutuşuna ki yakında, şu benim yanımda duran maşinadı, bu maşinadı okutuşuna kadar. Etigindegisi de Irak'ta maşinadı ve tilke seyyaratul müdiri. Tege maşina Irak'ta müdirniki yani direktörüne kadar. Para gazaylarda tağın sırau biri eğlendik bir evlen. Şuna bir. Esa'atu Abbas'in hâlihi Abu Abbas'ın saati medi. Sırau biri. Hocasın bilesi kile. La deyip. Hâlihi sa'atu bu saati kimlik dedi? Hamidniki. Şulay hocasın hamidin. Şulay bir. Hâlihi sa'atu hamidin. Bu saati hamidniki. Hamidniki. Hem tamam. Tilke sa'atu Abbas'in. Etegi saat Irak'ta dedi. Kimlik Abbas'niki. Ha? Qarabız şu dərisini tamamlanan cümlə bilən zəlikə dikun kursətəmində. Zəlikə digində Irak'tadır. Dik nəsə o bizdən? Dik ateş. Var mı? Digində Irak'tadır. Ateşdi. Zəlikə dikun. Ne işdir zəlikə kullanan? Tilkə tugel. Çünki ateş Irak cinsindən. Var mı? Şu an Kur'an'da zəlikə. Hem ikincisi kullanan tilke kullananlar var ve tilke dedi Irak'ta nerse decece bizden nerse tavuk. Şulay bir. Şuna göre de tiginde de Irak'ta da tavuk değil. Demek bu dersler biz nersen anlarga tiyişir? Kursatı olmaşlı. Uказательный местоимение. Iraklarga yakın bulanda hâde, hatımızlarga hâdihi. Irak bulanda Iraklarga zəlike tiginde, hatımızlarga tilke tiginde. Bu dersten biz şularını anlarga tiyişir.
Kelasi darsda endi biz shuni tag'in ko'nikmalar bilan endi naqdlashamiz. Bunga mana shuni bizga yodlarga kerak. Aytib so'rov beradi shulay deb. Ahada, shulay. Abu masalan. Ahada. Qalam bu. Qalamna. Shulay deb. Masalan. Ahadihi datta bu. O'rdakmi? Javob beramiz. La. Dajaja masalan. Demak, shu qoidani dek shu so'zlarni endi bizga yodlarga kerak bo'lar. Ham ikkinchi darsda endi biz shu shiylardan qoidalar bilan ko'nikmalarni ishlab ketiramiz. Subhanakalloh bihamdik va shukran. Astagfiruka va atubu ilayk.